Uzdul PHP dersi 26. qism MyCircle haqida. PHP sandan, ya'ni sonliq uchuran biri. MyCircle bir xil sonliq uchuran bir bo'lib, qisqartirilib sandan deb ataymiz. Sandanda HTML jadvaliga o'xshash qurb vositalar hosil qilgan kataklar bo'ldi. Shu PHP bilan MyCirclening ikkisining birlashmasi bir mukammal tor bekatni hosil qildi. Masalan, sandan misol keltirsak, bir shirkat tövendeki sonliq uchur jadvalidan o'z ichiga oldi. Masalan, customers xaridorlar, products mahsulotlar, employees mulozimatlar va orders zakazlar qatorliq sandan mulozimatlarni sandan uchurlarni o'z ichiga olsa, shu bir shirkat tor bekatiga nisbatan mukammal bir iqtidorni bu PHP programmasi orqali ikkisini o'zaro uchur almashtirib bir taraf qilishga bo'ldi. Bu MyCircle'niki organ tori Shtablovchikit MyCircle.com Mushtor bekatdan bunun münasibetlik barlıq uçurlarga, texniklarga haqsız erişə alaymiz. Məsələn, bu bir addi sandan uçuru. Bunun qaraydigan bolsaq, məsələn, bu familiyası, özünün ismi, adresi, bu turuşluq şəhər qatarlıq, bir qatar uçurlarni bir bilək, bir qrupa alatda sandan jadvalda müştahalat saqlandı. Məsələn, bu persons degan sonliq jadval uchuridan last name, ya'ni keyin hozirgi o'zining qo'ygan ismi degan uchurni ko'rsatish buyruqini bersak, bu buyruq ijro bo'lgandan keyin ko'rinadigan uchuri bu yerda last name deb bu 3 odamningki ismini biz ko'rsatib berdi.